Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Iqbol taksi loyihasida ishtirok etish istagini bildirganingiz uchun sizga rahmat. O'ylaymanki, ko'rsatuvimizni ko'rgansiz, to'g'rimi? U holda tanishib olaylik. Meni ismim Islom, ushbu loyihaning boshlovchisiman. Sizlarniki? Madina. Shahodat. Madinaxon hamda Shahodatxon. Qayerga boramiz? Hozir bizga fotko safarish kerak edi. Xo'p bo'ladi. Qoidani bilsangiz kerak. Yana bir bor eslatib o'taman, albatta qoidani. Demak, bizda 8 ta savol. Savollar qiymati 10 ming so'm. Ya'ni to'g'ri javoblar sizga 10 ming so'mdan pul mukofoti keltirsa, noto'g'ri javoblar aksincha siz jamg'arib borayotgan 10 ming so'mni yechib olinishiga olib keladi. 9-savol final o'yin. Final o'yinda ishtirok etish bu ixtiyoriy. Final o'yindagi bir dona savolga to'g'ri javob bersangiz, o'yin mobaynida jamg'argan pulingiz 2 barobarga oshadi. Noto'g'ri javob bersangiz, jamg'argan pulingizning teng yarmidan ajralasiz. Agarda o'yindagi barcha savollarga to'g'ri javob bera olsangiz, pul yutug'i bilan birgalikda mikroto'lqinli pech yutug'ini ham qo'lga kiritasiz. Imtiyozlaringiz bor. Bir marta qo'ng'iroq qilib so'rashingiz mumkin, bir marta variant so'rashingiz. Variant so'raganingizda bor yo'g'i 2 ta A va B variantlarini sizga taklif qilamiz. Savollarimiz nihoyatda oddiy. Ko'rsatuvimizni tomosha qilgan bo'lsangiz, buni bilishingiz kerak. Tayyormisiz? Bu holda sizlarga omad tilayman va ajoyib kayfiyat hamrohligini istagan holda kamina birinchi oddiy savol bilan sizga murojaat qilaman. Demak, birinchi savol. 7 sutkadan tashkil topgan vaqt oralig'iga nima deyiladi? 7 sutka hafta. Hafta. Javobingizni qabul qildim va birinchi 10 ming so'm pul mukofoti bilan sizni tabriklayman. Ikkinchi savolga o'tamiz. Matematikada yaxshi o'qiganmisiz? Siz ko'zingizni yaxshi o'tgansiz. Ajoyib. Bu holda bu savol o'ylaymanki, umuman qiyinchilik tug'dirmaydi sizda. 3 minus 3 minus 3 nechiga teng? 3 minus 3 Minus 3. 0. 0 javobini qabul qilaymi? Bilasizmi, savollarimiz nihoyatda oddiy, shu boisdan 10 soniya maksimum ichida javobni berishingiz kerak. 0 javobini qabul qilaman, to'g'rimi? Javobingizni qabul qildim va afsus, sizni ikkinchi savolga bergan to'g'ri javobingiz bilan tabriklay olmayman. 3 minus 3 minus 3 bu minus 3 bo'ladi. Bilib qo'yasiz. Navbatdagi savolga o'tamiz. Hozir bizga to'g'ri. Afsus, jamg'argan 10 ming so'm pulingizdan ajraldingiz. Keyingi savollar mobaynida ehtiyotkorroq bo'lib, o'ylanib javob berasiz. Va sizda imtiyozlar bor. Shuni ham esingizdan chiqarmang. Ya'ni bir marta qo'ng'iroq qilib so'rashingiz mumkin, bir marta variant so'rashingiz. Qaysi fandan hozir tayyorgarlik ko'rmoqdasiz? Ingliz tilidan. Afsus, ingliz tili bilan bog'liq bo'lgan savollarimiz yo'q ushbu to'plamda. Lekin savollar oddiy. 3-savol. Rim raqamlaridagi L harfi nechini ifodalaydi? Ya'ni siz variant so'rash imtiyozidan foydalanasiz. Demak, variantlarni eshiting. A 50, B 100. 100. Demak, 100 javobini qabul qilaymi? Siz variant so'ragan holda 100 javobini tanladingiz va 100 javobi qabul qilindi. To'g'ri javobga o'tamiz. Rim raqamlaridagi L harfi siz aytgandek 100 ni emas, balki 50 ni ifodalaydi. Siz afsuski o'shinchi savolga ham noto'g'ri javob berdingiz. Hayajonlanmang. Kamera qarshisida biroz hayajon sezayotgan bo'lishingiz mumkin, ammo sizni tinchlantirib aytaman, hammasi yaxshi. Savollarim oddiy. Adabiy tilda gapirayotganimning sababi kamina boshlovchilik faoliyatidaman, shu boisdan adabiy tilda gapirishim kerak. Siz bo'lsa o'zingizni erkin his qilgan holda savollarimizga o'ylanib 10 soniya ichida ammo javob berishingiz kerak. Shunda to'g'ri javoblarni bera olasiz. Madinaxon, eshityapsizmi? Ovozingiz chiqmayapti nimaga? 4-savol. Tayyormisiz? 4-savol astronomiya faniga oid. Quyosh tizimidagi Quyoshdan uzoqligi jihatdan 8-chi bo'lgan sayyora nomini ayting. Neptun. Neptun javobini qabul qilaman va sizni 4-savolga bergan to'g'ri javobingiz bilan tabriklayman. O'zim to'g'ri. Xo'sh, 5-savolga o'tamiz. Tarix fanini yaxshi o'qiganmisiz? Yaxshiroq. U holda Konstantinopol shahri haqida eshitgan bo'lishingiz, o'qigan bo'lishingiz kerak, to'g'rimi?
Qadimgi Konstantinopol shahri hozirda qanday nomlanadi? Bu 5-savol. Demak, siz qo'ng'iroq qilib so'rash imtiyozidan foydalanmoqchisiz. Marhamat. Telefonni ko'targanidan so'ng qo'ng'iroq qilgan insoningiz 1 daqiqa vaqt sizga ajratiladi. 1 daqiqa vaqt ichida javobdan chiqishingiz kerak. Biz hozir to'g'rigami? Xo'p, bo'ladi. U holda biroz qulayroq joyga o'tib to'xtayman. Agarda telefonni ko'tarmasalar ham siz baribir qo'ng'iroq qilish imtiyozidan foydalangan hisoblanasiz. Bobur, salom, yaxshimisan? Tarixda ham bo'ladigan savolni aytib bering. Qadimgi Konstantinopol shahri hozirda qanday ataladi? Konstantinopol shahri hozir qaysi nom bilan ataladi? Konstantinopol Turkiyada. Aniqmi? Qaysi shahri? Turkiyaning qaysi shahri? Turkiyaning qaysi shahri dedi? Istanbul. Istanbul. Javobingizni qabul qilaman. Agarda yoshakni qo'yib, siz ham mana shu javobni bersangiz. Istanbul javobini berasizmi? Istanbul javobini qabul qildim va Boburbek sizga 5-savolga to'g'ri javob berib, navbatdagi 10 ming so'm pul mukofotini keltirdi. Tabriklayman. 6-savolga o'tamiz. Avtomat Kalashnikovni kim ixtiro etgan? Kiram boshlanan. Mayda chinammi biz o'tdik shuni. Qaysi fanda o'tgansiz? Litseyda dars bor o'zi shunga avtomatlar bo'yicha. Kalashnikov shunaki. Ova, Kalashnikov lazım. Demak, sizning javobingiz? Kalashnikov. Siz bergan javobni to'g'ri javob deya qabul qilaman. Kalashnikov avtomatini Mixail Kalashnikov ixtiro etgan. Yanada to'liqroq qilib aytadigan bo'lsak, Mixail Timofeyevich Kalashnikov ixtiro etgan. 6-savolga bergan to'g'ri javob bilan sizni tabriklayman. 7-savolga o'tamiz. 7-savol quyidagicha. Braziliya davlatining poytaxtini ayting. Braziliya. Braziliyaniki. Bilaman. Demak, Madinaxon, javobingiz? Braziliya. Braziliya javobini qabul qildim va to'g'ri javobga o'tamiz. Bilasizmi, Braziliya davlatining poytaxti siz aytgandek Braziliya shahri. Siz 7-savolga ham to'g'ri javob berdingiz. Mana shunday ajoyib kayfiyat va o'zingizga ishonch tilagan bo'lar edim. Siz javoblarni bilmoqdasiz, ammo biroz hayajon sababdir balki ikkilanayapsiz javob berish mobaynida. 8-savolga o'tamiz. Qaysi sport turining nomi ruschadan tarjima qilinganda qurolsiz o'zini himoya qilish ma'nosini anglatadi? 8-savol demak javobsiz qoldi. Mana shu savol uchun qo'ng'iroq qilish imkonini saqlab qolganingizda o'ylaymanki, sinfdoshlaringiz bu savolga osonlik bilan javob bera olgan bo'lar edilar. Chunki 8-savolning javobi, ya'ni qurolsiz bir narsa degan kurash bor. Qurolsiz o'zini himoya qilish ma'nosini anglatuvchi sport turining nomi bu hatto dzyudo ham emas, bu sambo sporti edi. Sambo, ya'ni samoobrona без оружия, bu qisqartirilib sambo deb ataladi. Siz afsus 8-savolga to'g'ri javob berdingiz. Finalni sizga taklif qilishdan oldin natijani e'lon qilaman. Siz berilgan 8 savoldan afsus 3tasiga to'g'ri javob berdingiz. Ammo 5tasiga to'g'ri javob berdingiz. 50 ming so'm jamg'arib 30 ming so'mdan ajraldingiz, hisobingizda 20 ming so'm pul bor. Final o'yin taklif qilaman. Final o'yinidagi bir dona savolga to'g'ri javob bersangiz 20 ming so'mni 40 ming so'm qilgan holda manzilga tushib qolasiz. Noto'g'ri javob bersangiz teng yarmi, ya'ni 10 ming so'mdan ajralasiz, baribir 10 ming so'm taqdim qilaman. Sizning qaroringiz. Ammo final o'yinidagi savol ko'proq bo'lishi mumkin. Yuqoridagi savollarga nisbatan. O'ynamiz. Yo'q. Xo'p, bo'ladi. U holda 12-17 Iqbol taksining doimiy mijozlari bo'lganingiz uchun sizga Iqbol taksi xizmatlari nomidan tashakkur izhor qilib, qo'lga kiritgan 20 ming so'm pul mukofotingizni taqdim qilaman. Ishtirokingiz uchun rahmat. Ko'rsatuv haqida, savol-javob o'yini haqida fikrlaringizni bildirishingizni so'ragan bo'lar edim. Televizorda ko'ringan dedim, oson tuyuladi ekan, lekin bu kamera yonida dedim, bilgan narsa ham yoddan chiqib ketadi ekan. Nima bo'lgan taqdirda ham siz omadli yo'lovchilarimizga aylandingiz. Bu bilan sizni tabriklayman. Omad sizga har doim hamroh bo'lsin. Yaxshi kayfiyat sizga tilagan holda kuningiz xayrli o'tsin deb siz bilan xayrlashamiz. Xayr, salomat bo'ling. Rahmat.
Xo'sh, hurmatli tomoshabinlar, guvohi bo'lganingizdek, navbatdagi yo'lovchilarimiz 20 ming so'm pul mukofotini qo'lga kiritishdi. Va ularning o'zlari ta'kidlaganlaridek, bizning savollar nihoyatda oddiy. Ekran qarshisida tomosha qilayotgan, televizorda bizni ko'rayotgan tomoshabinlar uchun juda ham oddiy bo'lib tuyuladi. Ammo kamera qarshisida biroz murakkablik tug'dirishi mumkin. Bunga turli xil omillar sabab bo'ladi. Biz esa navbatdagi yo'lovchilarimiz bilan tanishish va ular bilan mana shu savol-javob viktorinamizni o'tkazish uchun yana harakatni davom ettiramiz.